Assalomu alaykum ustozlar. Navbatdagi savolimiz, e'tibor bering. Dasturga deyapti. X o'zgaruvchi. Bu yerda X o'zgaruvchini ham nomi ham X o'zgaruvchini, Y ham bor. Bizada X koordinati bor va Y koordinati bor. Endi aytyapti X ga deganda bu yerda e'tibor bering, mana bu X haqida aytyapti. Ya'ni o'zgaruvchi haqida aytyapti. X ga 50, Y ga ham 50 kiritsak deyapti. Kiritilganda deyapti. Arslon joylashgan koordinatlarni toping deyapti. Buni men koordinatasini ko'k rangda yozaman. Hozircha bizda 0 ga teng. Hozircha bizda 0 ga teng. Y ham 0 ga teng. Ko'k rangda, endi motion ko'k bo'lgani uchun men ko'kda yozyapman. Va endi boshqa rangda yozaman. Answer qilib e'tibor bering. X ni set qilib kiritgan paytimizda, X ga set qilib kiritgan paytimizda, ask and weightdan 50 ni kiritsak, mana bu joyga men 50 yozaman. Qizil rangda yozaman buni. Ajralish uchun. Xo'sh, Y ga ham xuddi shunday 50 yozaman. Ajralish uchun. Xo'p, aytyapti change deyapti. Xo'p, X ga, ya'ni change degani bundan oldingi dastlabki qiymati ustiga mindiriladi, tushunamiz. O'zgaradi-da u. Uning dastlabki qiymatini hozircha turib tursin, men shunchaki kiritilgan X va Y'liklarni qo'shib olay. X ga Y ni qo'shsam, ya'ni 50 ga 50 ni qo'shsam, menda bo'ladi 100. Lekin change bo'lganligi uchun bundan oldingi qiymati 50 edi. Bunga qo'shaman yana nimani? 50 ni. Barobar bo'ldi 150. Bo'ldi. Menda X o'zgaruvchimning qiymati endi 150 bo'ldi. Y o'zgaruvchining qiymatiga qaraymiz. Endi qayerda, mana shu qadamdan pastda qayerda X uchrasa, endi biz uni 150 deb ishlatamiz. Chunki bizda o'zgardi. Xo'p, Y barobar deyman. Y barobar 150 ayrilgan 50. E'tibor bering, 100 bo'ldi. 100 bo'ldi. Va bu ham change bo'lganligi uchun bundan oldingi qiymati 50 edi, ustiga qo'shib qo'yaman 50 ni. Barobar 150 bo'ldi. Bo'ldi. Tugadi. Mening hisoblashim kerak bo'lgan o'zgarishlar hisoblab bo'lindi. Ana endi undan pastki qadamga o'tsam, aytyapti. Endi X koordinatasini deyapti. X qiymaticha o'zgartir. Menda X ning joylashgan joyi o'zi 0 edi. Shunga o'zgartir deyapti. X ning o'zgaruvchidagi qiymatini qo'shgan ustiga. Qo'shsam, menda bu 150 bo'ldi. Endi xuddi shunday Y barobar o'zi 0 edi. 0 ustiga yana qo'shaman 150 ni. Barobar 150 bo'ldi. Mendan so'rayapti, joylashgan koordinatlarni toping deyapti. Menda X 150, Y 150.